Hozir siz tasvirda ko'rgan holat Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanida kuzatilgan va to'y tadbirida olingan video tasvir ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, haydovchilarning qoidabuzarliklari turli muhokamalarga sabab bo'lgan. Ko'p o'tmay tuman yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan to'y tadbirida guruh bo'lib yurgan haydovchilarning shaxslariga aniqlik kiritildi. Men mana shu Mercedes rusumli mashinamda to'y tadbiriga chiqdim. Guruh bo'lib harakatlandim. Qoidabuzarligimni tushuntirishdi, qonuniy chora ko'rishdi. Endi bunday holat qaytarilmaydi. To'y tadbirida guruh bo'lib qatnashdik. Qonuniy chora ko'rishdi. Qaytib takrorlanmaydi bunaqa holat. Ular qilgan qilmishidan pushaymon. Biroq shunday bo'lsa-da, ularning qoidabuzarliklariga nisbatan qonuniy chora ko'rildi. Chunki qonun ustuvor, jazo esa muqarrardir. Navbatdagi qoidabuzarlik ham yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan o'rganilganida Dang'ara tumanida sodir etilganligi ma'lum bo'ldi va haydovchilar aniqlandi. To'y tadbirida malibu mashinamda guruh bo'lib harakatlandim. Endi boshqa takrorlanmaydi. Qilgan ishimdan pushaymonman. O'rtog'imning to'yida Tracker rusumli mashinada qoidabuzarlik qildim. Guruh bo'lib harakat qildim. Qilgan ishimdan pushaymonman. Bunday holat qaytarilmaydi. Jiyanim to'yida Cobalt rusumli avtomobilda harakatlandim, guruh bo'lib harakatlandim. Bunday hol boshqa takrorlanmaydi, qilgan ishimdan pushaymonman. Surishtiruv ishlari davom ettirilib, tanasini avtomobil salonidan chiqarib harakatlangan yo'lovchilar shaxsiga ham aniqlik kiritildi. Men shu to'y tadbirida mashinadan boshimni chiqardim. Qoidabuzarligimga qonuniy chora ko'rishdi. Endi bu hol qaytarilmaydi. Men to'y kortejida mashinadan boshimni chiqarib yurdim. Qilgan ishimdan pushaymonman. Qonuniy chora ko'rishdi. Tanish ukamda to'yda o'zimning qora Malibu rusumli mashinamda to'y kortejida harakatlandim. Harakatlanish davomida yo'lovchilar boshlarini salondan chiqarganligi tufayli qonuniy chora ko'rildi. Qilgan ishimdan afsusdaman, boshqa qaytarilmaydi. Qoidabuzarlik sodir etib, hozirda pushaymonligini bildirayotgan haydovchi va yo'lovchilarning har biriga nisbatan qoidabuzarliklari yuzasidan qonuniy chora ko'rildi va kelgusida bunday harakatlarni yana takroran sodir etmaslik kerakligi, yakuni yaxshilik bilan tugamasligi ularga tushuntirildi.